Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi suhbatdoshimiz Davlatiyol Egamberdiyevich bilan suhbatlashish uchun poytaxtimizning Chilonzor tumani 23-dahasida joylashgan NBF Medical tibbiyot markaziga tashrif buyurdim. Men sizdan davo topdim, jonga jon shifokorlar. Men sizdan davo topdim, jonga jon shifokorlar. Assalomu alaykum hurmatli Davlatiyol Egamberdiyevich. Hazorasida tug'ilib, bugungi kunda respublikamizning, nafaqat respublikamizning, dunyoning turli burchaklarida faoliyat olib borayotgan yurtdoshlarimizni, mashhur insonlarni Hazoras yoshlarga, yurtdoshlarimizga tanitish maqsadida YouTube kanalida Hazoras farzandlari nomli bir kanalim bor. Shu kanalga turli insonlarni taklif qilish maqsadida men ro'yxat qilganman. Shu ro'yxatda sizning ham ism sharifingiz bor edi. Anchadan beri rejalashtirib yurdim. Bugun yine 21-iyun shanba kunida to'g'ri keldi. Sizni vaqtingizga qarab shuni belgiladik. Shu uchrashuvimizni, suhbatimizni an'anaviy savoldan boshlasak. Hazorasning qayerida, qaysi mahallada tug'ilib o'sgansiz? Shu haqida. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli Ming'oqliqlar diyori grajdanlari, do'stlar, hurmatli Otabek. Bu Hazoras farzandlari kanalini, YouTube kanalini doimo ko'rib boraman, faxrlanaman. Shuning yurtda o'sganimizdan savolimizga javob beradigan bo'lsam, men Xorazm viloyati Hazoras rayoni Ataliq mahallasida tug'ilib o'sganman. Bu shu poyezd vokzalına qaraydigan bo'lsangiz, Qibla tarafındaki mahallalar, şurada doğulup o'sdim, maktablarda o'qidim ve doimo shu Hazoras go'shalarini sog'inaman, istayman. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz sizni yaxshi tanishadi. Endi yoshlarga ma'lumot uchun qaysi bir baxtli ota-onaning farzandisiz? Ya'ni ota-onangiz haqida ham to'xtalib o'tsangiz, tanimaganlar bo'lsa yana ham yaqindan bilishlari uchun. Rahmat savolingiz uchun. Men Xudo rahmat qilsin, otam ham rahmatli bo'lib ketganlar. Men bir yaxshi insonlar, mehnatkor insonlarning farzandi hisoblanaman. Atam Boltayev Egamberdi aka uzoq yillar cho'ponlik qilganlar, paxta zavodida ishlaganlar. 1988-yilda bandalikni bajarib keltirganlar. Hayot taqozosi bilan onam Davletova Nurjon arablar avlodidan chiqqan, arab tilini biladigan, o'qimishli, ziyoli ayol edilar. Uy bekasi edilar. Bular ham hayotlari qisqa bo'lgan. 1982-yilda 10-avgustda vafot etganlar. Shu insonlarning farzandi ekanimdan men albatta faxrlanaman. Shu ota-onadan nechta farzand qoldi, bir aka-ukalaringiz to'g'risida ham bilishni xohlardik. Bizlar oilada 4 farzandmiz. Ağam Boltayev Sobirjon 1958-yilda tug'ilganlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hozirgi kunda shu Hazoras tumanida istiqomat qiladilar. Hoji otalar, gelin beyim Bekjanova Roziya bilan 4 farzandning va bir nechta nevaralarning babası bo'lib baxtli hayot kechiradilar. Ikkinchi opam Boltayeva Xadija opam 1960-yilda tug'ilganlar. Ular ham Hazoras tumanida yashaydi. Nevaralari, farzandlari hammasini tarbiyasi bilan bilan. Yana bir opam Boltayeva Anabi opam, ular ham Hazoras tumanida yashaydi. Oilada 4 farzandmiz va juda inoq bo'lib katta bo'lganmiz. Oilaning eng kenjasiman men. Qaysi maktabda yoki maktablarda o'qidingiz va maktabdagi ustozlaringiz haqida gapirib bersangiz? Yaxshi xotiralar. Yana bir marta shu aytadigan bo'lsam, shu Ataliq yo'latida katta bo'ldim. Yo'ldosh Ahimboboyev nomidagi 8 yillik maktabda 8 yillik maktabni tamom etdim. O vaqt 8 yillik edi. Keyin shu Mirzo Ulug'bek nomidagi 10 yıllık
maxsus matematikaga shu ixtisoslashtirilgan maktabga o'tib 1986 yilda oltin medal bilan tugatganman. O'qituvchilar aytadigan bo'lsa, hozirgi hayotimizda katta ahamiyatga ega bo'lgan 8 yillik maktabda o'qiganimizda hayotimda iz qoldirgan domlalar Ra'no opa, Bobojonova juda ko'p tahsil berganlar. Ularning roli katta. Keyin 10 yillik maktabga o'tganimizda Sobir aka Rajabov bilan yana bir qator domlalarimiz bizning hayotimizda juda katta rol o'ynadilar. Shu matematika fanidan, boshqa fanlardan o'qishimizda shu insonlarning hammasining roli katta. Sobir Rajabov rahmatli bo'lib ketganlar, yotgan joylari jannatda bo'lsin. Sinfdosh do'stlaringiz bilan uchrashib turasizmi? Aynan kimlar bilan? Otabek, endi siz bilasiz, men maktab tamom etgandan keyin Toshkent davlat tibbiyot institutuna o'qishga kirganman. Keyin oralikda Germaniya Demokratik Respublikasida xizmat qildim. Buni nima uchun aytib boshladim? Baribir oradagi masofa rol o'ynaydi ekan. Shuning uchun albatta hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan, internet, Telegram, boshqa sohalarda jo'ralarim bor, 8 yillik maktabda o'qigan jo'ralarim bor, Oybek Mirrodimiz, Jumazar hoji bor, Alisher bor, ular mendan bir yil keyin o'qigan, ular bilan yaqin munosabatda bo'lib turaman. Endi ko'p sinfdoshlarni u 2 yillik maktab, 2 yil o'qiganimizdagi ular bilan to'g'risini aytganda uncha aloqa uzilgan, kimlardir qaysi mamlakatlarda yashab yurgan bo'lishi mumkin. Lekin iloji bor deganda jo'ralar bilan ko'rishamiz desak, ular bilan ko'rishga ishtiyoqman, gaplashib turaman. 8 yilda o'qigan jo'ralarim bilan ham, 2 yil o'qigan jo'ralarim bilan ham iloji boricha aloqani uzmasga harakat qilaman. Endi poytaxtda yashaysiz va ishlaysiz. Hazorasovga ham borib tursangiz kerak. Otabek, Hazorasov doimo istayman. Endi to'g'ri aytasiz, yashagandan keyin ish bilan, pedagoglik faoliyati bilan ben bo'lgandan keyin doimo borib kelish qiyin bo'ladi ekan. Yo'l azobi bor. Ota-onaning vafotidan keyin uncha tortish ham qiyin bo'ladi ekan. Iloji boricha boraman. Borganda otamning, opamning ustuna chiqib ziyorat qilaman. Lekin oxirgi 3 yilda borib bilmadim. O'zim istab yuribman Hazorasovni hozir. Doğulib o'sgan joylarimni istadim. Hazorasovda o'sgan yaxshi inson Sultonmurod Xo'jamurodov, bilasiz, sudya bo'lib ishlagan, qozi aka, shuni bir yaxshi gapi bor. Mana aytaradi, Otabek, davlat yor neda ishlasang ham, qaysi mansabda ishlasang ham 2 hayitda Hazorasov bordi. Shu odamning o'giti halam yodimda, lekin shuni bajarib bilmay yurganimga o'zim afsusdaman. Xudo xolasa bundan keyin Hazorasovga ko'proq borishga harakat qilaman. Xorazmlik mashhur san'atkorlardan yaqin do'stlaringiz bormi? Qaysi san'atkorning qo'shiqlarini sevib tinglaysiz? Xorazm san'atini tashunavandaman Otabek. Sizga o'xshab men ham asosan ko'nglimni tubidan joy olgan shu Davudiy ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonovning ashulalarini juda bir sevib, sidqidildan eshitaman. O'zlari bilan shaxsiy donishchiligim bor edi. Yotgan joylari jannatda bo'lsin. O'zbekiston xalq artistlari aka-uka G'ofur va G'ulom Eshonovlar bilan yaqin do'st bo'lganmiz. Xorazmda ishlab yurganimda hozir endi orada sal munosabatlar uzildi, lekin san'atni, Xorazmning san'atini avvalgi darg'alardan boshlab Komiljon Ataniyozov, Ortiq Otajonov, Otajon Xudoyshukurov, Olmaxon opalardan boshlab keyingi avlod vakillari kelib chiqadi, O'ktam Ahmedovlardan boshlab hammasini aytadigan bo'lsam ko'p vaqtimiz ketadi. Ulardan keyingi avlodlari hozir mana san'at maqomda o'zini ko'rsatayotgan yoshlar, Hazorasovdan chiqqan mana Dilmurod Sultonov, Quvondiq Matkariyevning o'g'li Sirojbek Omonov degan yigitlarni ko'p eshitaman. Xorazm talentlari bu ayniqsa san'at bo'yicha boy. Shuning uchun doimo ularni eshitib yuraman. Avval studentlik paytlarimda harakat qilar edim. Xalqlar do'stligi saroyida konsert bo'lsa, albatta shu konsertda Xorazmlik san'atkorlarning konsertiga girishga harakat qilar edim. Shuning uchun gapingizni aytaman, san'atni yaxshi ko'raman. O'zim xayolga botganimda, bir g'amgin bo'lganimda Xorazm vohasining Xanqa elidan chiqqan butun hofiz
Zoirbek Turdiyevning qo'shiqlarini eshitib o'tiraman. Bu do'stimiz bir qayg'uli, hayotiy qo'shiqlarini aytadi. Shu qo'shiqlarni eshitib o'tirganda ko'zimda yosh bilan boshimizdan o'tgan gaplarni eslab o'tiraman. Shifokorlik kasbini tanlashingizga kim yoki nima turtki bo'lgan? Bu qayg'uli voqea Otabek. Hozir aytib o'tdim. Bizlar apamiz vafot etganlarida men 6-klassdan 7-klass o'tgan vaqtim edi. Yosh odamman. Gözüm oldinda, endi hozir o'zim doktor bo'lgandan keyin tushunaman o gaplarni. Vaqti tushunmaganman, shu gipertoniya kasalligi, qon bosimi bizlarda apa tarafdan qon bosimi bor. Yani ağamda bor, yani menda yo'qdan sal ossa bilinadi. Shu vaqti gözüm oldinda men apam so'nib bordilardan gözüm oldinda vafot etdilar. Halam yodimda şu eski Hazarasıp'ta uyimizde yanımızda bo'ldilar ve Hazarasıp'ın banisasına qatnab şu vaqti doktorların bana yürütürüşü, bana yürütürüşü hammasi meni gözüm oldinda bo'ldi ve şu derecede qayg'uga tushganman, tasavvur qiling. Yosh go'dak vaqtimda onamdan yetim qolganman men. Shu vaqti o'zimga ahd qildim. Katta bo'lsam doktor bo'laman ve insanlara yardım qilaman deb o'zimga ahd qilganman. Birinchi turtki hayotımda şu sebep bo'ldi ve maktabni tamom etgandan keyin doktorluk, shifokorlik kasbini tanlaganman va Xudoga shukr hozirgacha qo'limdan kelganicha neda ishlasam insonlarga yaxshilik qilib kelyapman. Aynan e'tibor beradiganim yetar yetmas ijtimoiy jihatdan yordamga muhtoj bo'lgan kasallarga yordam berishga harakat qilaman. Oilada farzandlaringizdan sizning kasbingizni tanlagani bo'ldimi? 3 ta o'g'lim bor. Xudoga shukr, meniki emas, Allohniki. Otabek hayotda keyingi intervyumizni davomida gapiradigan bo'lsak, hayotimizda og'ir kunlar, jamiyatning tuban joylarida bo'lishlari to'g'ri kelgan. Farzandlarim mening qiyinchiliklarimni ko'rib, boshimdan o'tgan fojialarni ko'rib, qo'rqib qoldi shekilli. Men ular doktorlik tanlamasiga qaror qildim, ularni majbur qilmadim. Farzandlarim boshqa yo'nalishlarda iqtisodiyot, bank sistemasında Moskva shahrida tahsil oldilar, o'qidilar. O'zlarining yo'li bo'yicha ishlab yuribdilar, omadini bersin. Ushbu shifokorlik kasbida hayot yo'lingizni yoritgan ustozlarimiz kimlar? Institut tugatganimdan keyin 1994-yilda akademik Vosit Vohidov nomidagi xirurgiya ilmiy markazida klinik ordinatura o'taganman. Bu xirurgiya yo'lini tanlashim albatta ağamning ta'siri katta. Yani lider bo'lasan, xirurg bo'lishing kerak deb ular menga yo'l yo'riq ko'rsatganlar va hamma tarafdan yordam berganlar. Shuning uchun shu yerda katta bu dargohni bilasiz, bu ilm fan xirurgiyaning bo'yicha hamma jihatdan yutuq bo'lgan markaz hisoblanadi. O'z vaqtida Moskvadagi Butun ittifoq xirurgiya markazining filial bo'lib ochilgan. Men taqdir taqozosi bilan zamonamizning yutuq olimlari va xirurglarning qo'lina tushganman. Bular akademik Feruz G'afurish Nazirov, umrlari uzoq bo'lsin. Uzoq yillar Sog'liqni saqlash vazirligini boshqardilar, hozir ham tiriklar. Professorlardan Yuriy Ivanovič Kalish, Abduhakimovič Hojiboyev ve grudnaya xirurgiyada, şu grudnaya xirurgiya deb aytiladi, bilasiz, xalq tilida shu yerda ishlagan har bir xirurg va olimdan ko'p narsalarni o'rganishga harakat qilganman va xirurg bo'lib mening suyagim shu grudnaya xirurgiyada qatdi va bular domlarim bilan faxrlanaman. Men shu narsalardan ko'p narsalarni o'rganganman. Lekin hozirgi kunda oxirgi 6 yil ichida xususiy sektorda ishlab yuribman Otabek. Hozirgi kunacha o'zimdan yosh xirurglar bo'laman, yo mendan katta xirurglar bo'laman, o'rganadigan narsalar bo'lsa shulardan ko'p narsani o'rganaman va o'rganishdan charchamayman. Hali o'rganadigan narsalarim ko'p xirurgiyada. Mana shunday mamlakatlar borki dunyoda, ularda ortiqcha vaznga ega bo'lgan odamlar juda kam. Ularda mana shu bariatrik operatsiyalar, abdominoplastik operatsiyalar umuman bajarilmaydi. Nimaga savol tug'ilmaydi? Nimaga biz faqat
Xirurgiyaga e'tibor berishimiz kerak. Kundan kunga bajariladigan xirurgik operatsiyalarning soni ko'payib boryapti. Har bir xirurgik operatsiyaning o'ziga yarasha asoratlari bor. Asoratsiz xirurgiya bo'lmaydi. Faqat reklamalarda ko'rsatilayotgan u natijalar uni ichkarida bo'layotgan asoratlarni ko'rsatilmaydi. Buning uchun haqqoniylikka e'tibor berishimiz kerak. Eng asosiysi bizlar o'zimizning xalqimiz oldida haqqoniy xizmat qilishimiz kerak. Shogirdlaringizdan kimlarni munosib izdosh sifatida tilga olasiz? Ustoz shogird an'anasi bor, Otabek bilasiz. Albatta xirurgiya ilmiy markazida ishlab yurganimda va keyingi joylarda Xorazmda ishlab yurganimda taqdir taqozosi bilan meni ustoz deb etagimdan tutgan yoshlar ko'p bo'ldi. Ular hozir nafaqat O'zbekistonda va dunyoning barcha yetuk mamlakatlarida xirurgiya sohasida ishlab yurgan yigitlar. Men hammasini ayta olmayman. Ba'zi birlari esimdan chiqib xafa bo'lmasligi kerak, lekin hozirgi kunda yana Angliyada Qirollik gospitalida yurakni almashtirib turgan Mustayif Mussim degan shogirdim bor. Bu mening qo'limda magistratura o'tgan. Bular shu birinchi magistrlar kelgan edi, 1976-yilda tug'ilgan yigitlar. Bularning arasında mana Xorazmda hozir jonbozlik ko'rsatib yurak xirurgiyasini dunyo miqyosına yetkazgan va xususiy Grand Cardio klinikasini ochgan Otabek Jumaniyozov. Bu meni shogirdim hisoblanadi. Qolaversa Nukus shahrida yetuk xirurglardan bo'lgan Tilomurotov Bobirjon, Uzoqov Jahongir, yana Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazida xirurgiyani boshqarib turgan yigitlardan Professor Hozir Abdusalom Abdurahmonov, professor yurak xirurgi va uzoq yillar Moskvada faoliyat ko'rsatgan, hozir O'zbekistonda yurak xirurgiyasining liderlaridan bittasi bo'lgan Melikulov Alisher ham mening shogirdim hisoblanadi. Va yaqin do'st shogirdlarimdan bittasi hozir Xorazm viloyatida faoliyat ko'rsatib turgan inson, shoshilinch tibbiy yordam markazida Ho'sinboy Bekchanov ham ma'lum bir darajada mening shogirdim hisoblanadi. Qolgan shogirdlarim ko'p, hammasi xafa bo'lmasin. Hammasini hisoblab aytaman desam Otabek vaqt yetishmaydi sizning efiringizda. Keyingi savolimizda bo'ladigan shu bo'lsa, men Xorazm viloyatida faoliyat ko'rsatgan bo'lsam 5 yil shu shoshilinch tibbiy yordam markazida ishlagan paytim mendan o'zim ham Xorazm viloyatida o'zimdan avval ishlagan odamlardan ko'p narsa o'rganganman, ularga shogird tushganman. Men shunda da Xorazmda avval ishlamaganman va mendan keyin ishga qabul qilib xirurgiyani va tibbiyotning boshqa yo'nalishlarida bo'lganda juda ko'p shogirdlar yetishtirganman. Bu shogirdlar hamma vaqt mening hayolimda, yuragimda, bularning hammasini omad tilayman. Bular hozir respublikaning hamma viloyatlarida shu mashaqqatli xizmat qilyapti. Xirurgik davolash bu davolash etapining oxirgi etapi hisoblanadi. Agarda bizning aholi, bizning insonlar, do'stlarimiz mana shu qanaqadir patologiyani, kasallikni agar operatsiyasiz davolash iloji bo'lsa, shundan foydalanganlari ma'qul. Abdominoplastika operatsiyasi qorin devorining oldingi qavatining, teri va teri osti qavatining osilishida, bizlar meditsina tilida ptoz deb aytiladi. Shuning 4 ta turi mavjud, 3-chi, 4-chi turida qo'llaniladi. Bu xirurgik amaliyot aslida bir asrdan beri qo'llaniladi. Undan keyin bu operatsiyaga qo'shimcha qilib liposaksiya operatsiyasi qo'shildi, ya'ni teri yog' ostidagi yog' qatlamini so'rib olish. Endi har bir xirurgik amaliyotning o'zining aniq ko'rsatilgan ko'rsatmalari bor. O'sha ko'rsatmalar bo'lgandagina xirurgik amaliyot amalga oshirilishi kerak. Bu umumiy narkoz ostida bajariladigan xirurgik amaliyot hisoblanadi. Shuning uchun bu operatsiyani bajarishga mo'ljallangan klinikalarida davlat tasarrufidagi klinika bo'ladimi, xususiy klinika bo'ladimi? Bularda shuni bajarishga yaratilgan sharoitlar bo'lishi kerak. Ya'ni maxsus jihozlangan sterilizatsiya bloki, anesteziyologik reanimatsiya bloki va kasalni operatsiyadan keyin reabilitatsiya qiladigan sharoitlar mavjud bo'lishi kerak. Va shu operatsiyani bajarishga loyiq bo'lgan xirurglar guruhi bo'lishi kerak. O'shandagina operatsiyaning natijasi yaxshi bo'ladi. Bugungi kunda tibbiyotning aynan qaysi yo'nalishida faoliyat olib borasiz? Aynan qaysi kasalliklar bo'yicha sizga murojaat qilishlaringiz mumkin? O'zimning hayot tarzimda mana aytdim sizlar, jarrohlik ilmiy markazida men qizil o'ngash va oshqozon xirurgiyasi bo'limida ishlaganman.
hozirgi gündagi ish faoliyatim shu ko'krak qafasi, qorin bo'shlig'i organlarida uchraydigan xirurgik kasalliklar bo'yicha men jarrohlik operatsiyalarini bajaraman. Bu xalqimizga mana shu sohalarda mening yordamim desam men xursand bo'laman. Bu qizil o'ngachning xirurgik kasalliklari, o'pka xirurgik kasalliklari, qorindagi oshqozon, ichak, ingichka yo'g'on ichak xirurgik kasalliklarida, har xil grija va churalarda, semizlikda bajariladigan bariatrik operatsiyalar bo'lama yoki onkologik operatsiyalar bo'lama. Bundan tashqari kichkina sunnat qilish yoki tananing jiraviklari deymiz. Bular ko'p keng ko'lamda xirurgiya bilan shug'ullanaman. Hozirgi kunda ham jonbozlik bilan xirurgiya bilan shug'ullanib turibman. Hozirgi kunda mana ishlab turgan mening klinikam bu Toshkent shahri Uchtepa tumanida joylashgan Enbefmed klinikasida faoliyat ko'rsataman. Bu barcha turdagi 500 turdagi operatsiyalarni bajaramiz. Meni yonimda juda katta har xil yo'nalishda ishlaydigan mutaxassis xirurglar, ginekologlar, urologlar, travmatologlar, lor va anesteziyologlar bor. Ularning hammasiga rahmat. Hazorasda tug'ilib, bugungi kunda poytaxtda faoliyat olib borayotgan ko'plab hazoraslik tibbiyot xodimlari bor, ustozlar bor. Shulardan kimlar bilan muloqot qilib turasiz? Shu yerda faoliyat ko'rsatayotgan qaysi soha bo'lishimdan barcha hammasi bilan donish bo'lish harakat qilaman. Ba'zi birlarini donishim mumkin, ba'zi birlarini donimasligim mumkin. O'zimdan katta bo'lsa, o'zim borib shular bilan donishga harakat qilganman. Albatta tibbiyotda xizmat ko'rsatayotganlar ko'plardan mana Rajabboy aka Masharipov professor ustozimiz, Zaribboy aka Ibodullayev ustozimiz, Baxtiyor Doshanboyev Bobojonov ustozimiz bular. O'zimdan kichkinalar bo'lishi mumkin, bular hozir yordamga kelganlari va qaysi klinikada hazoraslik do'stlar yo ustozlarim, yo shogirdlarim bo'ladigan bo'lsa, hammasi bilan yaxshi munosabatdaman. Ulardan kerak bo'lsa yordam olaman, ularga yordam kerak bo'lsa yordam beraman. Xorazmda ham faoliyat olib borgansiz, xususan Hazorasning bugungi kundagi Hazoras tibbiyotining bugungi kundagi taqdiri sizga ma'lummi? Nimalarni Hazoras tibbiyoti haqida qayg'urasizmi? Tabii kechasi kunduzi qayg'uraman. Hazoras meni kindik kuni kindik qonim doğulgan joyim. Xorazm viloyatida ishlab faoliyat olib borganimda Urganch shahrimda Hazoras uchun haddan tashqari qayg'urganman. Mana hozirgi kungacha Hazorasdagi odamlar Hazorasga ishonmay, bag'ata yuguraman, Urganchga yuguraman desa menga alam qiladi. Ne uchun Hazoras tibbiyoti rivojlanmasligi kerak? Ne uchun qanaqadir bir mayda gaplarni deb bu yerda katta operatsiya qilinmasligi kerak. Agar Hazoras tibbiyotida xususiy sektorda bo'ladimi, davlat sektorida bo'ladimi bir yangi muvaffaqiyat bo'ladigan bo'lsa, men shunga quvonaman hamma vaqt. Qaysidir operatsiyalar qilinish uchun mening yordamim kerak bo'lsa Hazoras tumanina, Hazoras rayonina borib, shu klinikalarda sharoit yaratilsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan kasallarga mening soham bo'ladigan bo'lsa, mutlaq bepul operatsiya qilib berishga tayyorman. 10 kasala aytsalar mana 10 bo'laman, 15 bo'laman mening vaqtim bo'lib Hazorasga borsam, Hazoras tuman kasalxonasiga yotqiziladimi? Ana Toyir akaning xususiy kasalxonasiga yotqiziladimi? Toyir Qo'ziyevning. Men shu insonlarga mutlaq bepul operatsiya qilib beraman qo'limdan kelsa. Men Hazoras uchun xizmat qilishga tayyorman, lekin Hazoras rayonining shifokorlari, o'rta tibbiyot xodimlari ham buning uchun jon kuydirishi kerak. Savol qo'ying, ne uchun boshqa rayonlardan yoki boshqa viloyatning boshqa rayonlaridan Hazoras orqada qolishi kerak? Axir Hazoras uzoq yillik tarixga ega bo'lgan ilm fan maskani-ku bu. Qolaversa yaqinda o'zim bilmagan bir do'stimiz Hazoras tumanidan chiqqan yetuk olim O'ktam Safoyev Ismoilov menga bir gap aytib qoldi, professor. Abu Ali ibn Sino Ma'mun akademiyasına borib o'qishni boshlashdan avval bir odamga imtihon topshirgan ekan. Bu insonning nomi Kervaki degan olim bo'lgan ekan, tabib. Shu insonni men bilmasadim, shu insonga yozilgan
eksponat Fransiyada joylashgan ekan. O'ktam Safoyev Ismoilov aytib berdi mana shuni. Men shuni bilmasadim, demak bilingki, dunyo ilmini asoschilardan bo'lgan Hazorasp tumani butun vaqtda rivojlangan bo'lgan, Xiva xonligi vaqtda rivojlangan bo'lgan, keyingi yillarda rivojlangan. Hozirgi kunda Hazorasp rayonining tibbiyoti Urganch shahri darajasida bo'lishi kerak. Undan ham kuchli bo'lishi kerak. Bu yerdan yetuk xirurglar yetishib chiqqan, professor insonlar yetishib chiqqan boshqa soha bo'yicha. Bizlar shuna o'zimizning hissa qo'shishimizga tayyormiz. Va tabii men hozir yaqinda bir qiziq voqea bo'ldi, ijtimoiy tarmoqda shuni aytib o'taman sizga. Mana Otash degan bir yigit, bloger yigit Pitnak tumanidan bir bemorni olib chiqdi. Ismi Famu Madran aka, adashmasam. Bu Instagram ijtimoiy tarmoqida chiqdi. Bu inson Urganch shahrida 10 yil burun operatsiya bo'lgan, ichakining yo'g'on ichaki olib tashalgan va stomak tashqariga chiqarilgan. Keyin shu ichaking bir 50 santimetr yuqoriga tashqariga chiqib qolgan ekan. Shunda $10,000 kerak deb ular pul yig'ishga tushdi. Shu vaqtda men yozganman. $10,000 pul yetmaydi. Hazorasp rayonida yatasizlarmi, Urganchda yatasizlarmi, qaysi Toshkentga kelasizlarmi? Klinikaning xarajatini to'lasangizlar bo'ldi, men sizga bepul operatsiya qilib beraman deb yozdim. Hozir ham shu fikrimdan qaytganim yo'q. Shu inson bir mana 2-3 marta aloqaga chiqdi, ma'lum bir pul yig'ildi, Urganchga borib yana pulim ketdi dedi. Men shu insonga aytdim, siz ham chekmang. Siz klinikaning xarajatini to'langlar, kerak bo'lsa Hazorasp borib operatsiya qilib berishga tayyorman. Shuning insonlarga men aytaman, g'am chekmang. Biz qo'limizdan kelgan yordamni beramiz sizlarga. İctimai tarmoqlarda ham faolsiz. Sizning faoliyatingiz bilan qiziqqan yurtdoshlarimiz qaysi ijtimoiy kanallar orqali sizni kuzatishlari mumkin? Zaman zayli bilan Atabek hozir ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat ko'rsataman. Ko'p guruhlarda ekspert sifatida, o'zim xirurg shifokor sifatida maslahatlarimni beraman. Instagram, Facebook ijtimoiy tarmoqlarında bemorlar yoki meni yurtdoshlarim Hazoraspliklar bo'laman, Xorazmliklar bo'laman, bemalol menga murojaat qilishlari mumkin. Meni telefonim yozilgan, telefonimni Telegram orqali murojaat qilishlari mumkin. Qo'limdan kelganicha hammasini sidqi dildan yordam berishga tayyorman. Lekin hamma vaqt duolarimda, toat ibodatimda bir narsani dilayman. Hech kim kasal bo'lmasin. Alloh taolo o'zi shifo bersin. Kasallikni oldini olinglar. Sog'lom turmush tarzini rioya qilinglar. To'g'ri ovqatlanish qoidasini rioya qilinglar. Kasallikkacha funksional holatingizni kasallikkacha olib bormanglar. Kasallikka boradigan bo'lsa, operatsiya qilish kerak bo'lama, davolanish bo'lama, o'zining ustida ishlaydigan, vijdonli vrachlarni topib davolaninglar. Umuman hayotda, hayot yo'lingizda, kasbingizda ko'plab yutuqlarga erishgansiz bilamiz, lekin shu bugungi yoshgacha xatolikka yo'l qo'ygan paytlaringiz ham bo'ldimi? Ko'nglimdagi savolni berdingiz Atabek. Shu anlamni bilibman mana. O'zim tug'ilganda endi odam go'dak o'zini anlamini bilmaydi. Anlamni bilganimdan beri hozirgi kungacha bilib bilmagan holatda ko'p xatolarni qilganman va hozir ham qilib turaman. Buning uchun ming afsusdaman. Maktabda o'qib yurgan vaqtlarimda, institutda o'qib yurgan vaqtlarimda hayot tarzimda kimlardir xafa qilganmandir. Xato qilib qo'yib kimlarning ko'rini og'ritganmandir. Bu insonlardan doimo o'zimning duolarimda men uzr so'rayman. Hozir ham sizning kanalingiz orqali aytaman. Agar kimnidir men xafa qilgan bo'lsam, hayotimda bir ko'nini o'ksitgan bo'lsam, shu insonlar meni kechirsin. Odamlara ishonuvchanligim sababli, ko'nglim ochiqligi sababli Xorazm viloyatida o'zimning yurtimda ishlab turgan paytimda Firuz G'afur Nazirov domlamning tashabbusi bilan, vazirning tashabbusi bilan borganman. Borganimda nillari kelib qaldimda qo'rqqanman, Urganch vaqti rivojlanmagan shahar edi. Lekin yurtimda ishlash menga yoqib qolgan va shiddat bilan xalqimizning salomatligi yo'lida mehnat qilganman va Alloh taoloning qo'ygan kunidir boshimda, lekin insonlarning, o'zimning, Xorazmning, Qavishqadagi do'stlarimning tashabbuskori bilan hayotimda fojiaviy kunlar bo'lgan. Onam aytardilar, "Opam, yigitning boshi doshdan qattiq bo'lsin" deb.
Cemiyetimizdeki ağır tüben joylaridan tirik çıkıp gelişe bir Allah Teala yardım verdi. Hazırki zamanda işlep yürütmüş. Hayatımda bundan keyin Allah Teala beni katta hatalardan özü esresin. Sizin kanalınıza katta omad tilayman. Vaqt topib mendan intervyu alganınız için size katta rahmat. Hazaras 3000 yillik tarixga ega. Yuqorida aytib o'tdingiz, bu diyordan ko'plab olimlar, ko'plab akademiklar, har xil sohadagi bilimdonlar yetishib chiqqan. Lekin bugungi kunda umuman tumanning ijtimoiy holati, iqtisodiy holati bir oqsagandek tuyuladi. Shu haqida sizning fikrlaringiz qanday? Ve tabii ki benim için ağırlıklı savol. Ben iqtisodchi emasman, siyosatchi emasman. Ben oddiy shifokor sifatida aytadigan bo'lsam, 1980-yillarda, 80-90-yillar arasında Sherif Murodov şu partiya komitetinin, haligi komitasinin reisi bo'lgan paytda raykomda aytadi bilasiz. Bir o'zgarishlar bo'lgan, keyin bir mustaqilliklar bo'lib ketgandan keyin bir 20ga 10'a yaqin hokim o'zgardi dedilar. Hakim geladi getadi, hakim geladi getadi, bunun qaysi rayondan bo'lishi meni qiziqtirmaydi. Lekin hozir respublikada bo'lib turgan o'zgarishlarni ko'rib turibman. Men Farg'ona vodiysine borib turaman. Voha, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarına borib turaman. Bu uzoq rayonlardagi bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib orzu qilaman. Mening doğulup o'sgan Hazarasp rayonim qachon o'zgaradi? Çünkü Davsalg'anning atrofidagi joylar, yo'llar qachon asfalt bo'ladi? Toshkentda mashina qatnaydiganlarni har kuni so'rayman, Hazarasp yo'llari nechik desam, rasvo deydi. Atrof chang to'zon, borsam odamning kayfiyati buziladi. Shu sho'llab yotgan joylar bor. Birinchi hokim o'zgardi. Bulardan qaysi biri miyir qo'yib Hazarasp qachon o'zgartirar ekan? İltimos qilib qolamiz. Xorazm viloyati hokimiyatining rahbarlaridan, Hazarasp rayonning rahbarlaridan Hazarasp'a meyir koyun. Meyir koysanız meyir alasız. Bu bir obod, bağı oboda aylantirali. Bağlar bo'lsin, suvlar bo'lsin, ko'chalar yaxshi bo'lsin. Bizlar ham borib Toshkentda o'sgan farzandlarimizni doğulup o'sgan joylarimizda aylantirib bir faxrlanali Hazarasp bilan. Men kutib qolaman. O'zimizni qissamizni qo'shishga tayyormiz. Hozirgi rahbarlar şu sizin kanalınızı görüp bir azgına bo'lsa mening fikrlarimdan xulosa chiqarsalar yaxshi bo'lar edi. Davlatali Egamberdiyevich, bu yerdagi faoliyatingizdan tashqari pedagoglik faoliyatingiz ham bor. Shu haqida ham bizga qiziqarli bo'lardi, gapirib bersangiz. Rahmat. Albatta bize yosh avlodga tarbiya berishimiz, ta'lim berishimiz kerak. Hozirgi kunda Kimyo xalqaro texnika universitetida men damla bo'lib ishlayman. Bu institut haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, O'zbekistonda ochilgan birinchi xususiy universitet hisoblanadi. Hozirgi kunda 30 mingdan ortiq talabalar o'qiydi. Unda tibbiyot yo'nalishi bor. Xirurgik fanlar kafedrasida dotsent lavozimida ishlayman va albatta bo'lg'usi shifokorlarga xirurgiya fanidan leksiyalar va darslar o'taman. Va ular bilan ishlash menga o'ta maroqli. Nimaga deganda domilla dars berishdan avval o'zining ustida ishlaydi, leksiyalarga tayyorgarlik ko'radi. Bu bilan faxrlanadi. Shu mening pedagogik faoliyatimda bir yaxshi ukamiz bor. Bog'ot tumanidan chiqqan Mavlonberdiyev Sardor degan ukamiz, Sardor Mavlonberdiyev menga ko'p leksiyalarimni mazmunli tayyorlashda juda katta yordam beradi. Shu yigit ham o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman va talabalar bilan ishlash men uchun maroqli juda. Hammamizga ma'lumki, siz har doim ishxonaga mashinada qatnaysiz, piyoda ham yurib turasizmi? Siz bo'lmasa bir kunda qancha piyoda yurasiz? Spor bilan shug'ullanaman tabii. Sog'lom turmush tarzini rioya qilaman. Haftada 3 kun kechqurun shu yo'limni topib basseyna borib turibman hozir. 3 kun yuriyman. Bir kunda o'rtacha 5-6 kilometr yurishga harakat qilaman kamida. O'tirish bo'lar, yig'ilib o'tirib vaqt yo'qotishlar menga hech qachon hushimga yoqqan emas. Iloji boricha qani hozirgi sog'lig'im to'g'ri kelsa-da ortiqcha vazn paydo bo'ldi, shuni ham yo'q qilib yengil yigit bo'lishni orzu qilaman. Shuning uchun hammaga o'zim oldimga kelgan
patsiyentlar, bemorlarıma, yurtdoshlar aytaman, Hazorasovlar aytaman, sizlarga hammangiz aytaman. Ortiqcha dabdabalar bilan to'ylar qilib, tashkil qilib, yeb ichib o'tirishlardan o'zingizni tiying. Uning o'rnina farzandlaringizning o'qishini sarflang. Uylanayotgan, oila qurayotgan yosh oilalarning kelajagini sarflang. Germaniyaga, dunyoning boshqa mamlakatlarına ishga o'qishga ketsinlar. Mana quvonib o'tiribmiz. Hozir Hazorasovlar yana Finlandiyada o'zini o'rnini topdi. Meni shogirdlarim o'zimning Matnazarov, Otabek Saylamatovlar hozir Germaniyada ishlashni boshladilar, doktor bo'lib, o'zimning qo'limda katta bo'lgan. Shuning uchun sog'lom turmush tarzini rioya qilinglar, yuringlar, to'g'ri ovqatlanish qoidalarini rioya qilinglar, ortiqcha vazndan xalos bo'linglar. Ko'chaning bo'lar bo'lmas yorib tayyorlangan ovqatlarni yeyishlardan o'zingizni tinglar. Men sizlarga buni xirurg gastroenterolog sifatida aytib turibman. Ko'p insonlar mana shu narsalardan, fast foodlardan kasal bo'lib qolyotir hozir. Gazli ichimliklardan, kola, fantalardan o'zingizni tiyinglar. Hurmatli Hazorasovlar, ming otliqlar diyorining bizning yurtdoshlari, odamlari, akalar, ukalar omon bo'lgaysizlar. Kasal bo'lmanglar. Hazorasov rivojlansin, Hazorasov olg'a. Omon bo'lin. Davlat Egamberdiyevich, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Sizga Hazorasov ahli nomidan mustahkam sog'lik, uzoq umr tilaymiz. Biz sizning yurtdoshimiz borligidan faxrlanamiz. Rahmat. Men ham sizlar bilan faxrlanaman.